Assalomu alaykum do'stlar. Hozir Jiguli avtomobiliga avarinka knopkani ulashni hozir tushuntirib o'taman. Xo'p, avarinka knopka shunday holatda turganda mana ichida 8 ta raqami bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Mana. Xo'p, 1 2 3 4 5 6 7 8 ta. Shu holatda turganda aylantirib olamiz. Mana. Xo'p, birinchi knopkamiz, mana suqmamiz, mana. Biri to'g'risida bo'ladi, mana. 1 hamda birinchi, 2 qoladi, uchinchi. Birinchi va uchinchi ikki tomon pavorotnik kabelga ulanadi. Hop, buni tabloni yechib, orqasidan mana shtekeri bo'ladi, o'zi gitaraniki. Mana. Shunga ulab qo'yiladi. Hop, keyingisi hop, ikkinchi knopkamiz, mana. Ikkinchi knopkamiz через zamok bo'ladi. Ikkinchi hamda to'rtinchi knopkamiz через zamok bo'ladi. Agar ikkalasini через zamok qilib bo'lsak, mabodo avarinka knopkamiz ish ko'rsatgan taqdirda ham pavorotnigimiz bemalol ishlayveradi. Hop, lekin avarinka knopkamiz через zamok orqali ishlaydi. Hop, 5-6 har doim qolib ketadi, tashab ketiladi. Hop, 5 bo'lmaydi, 6 tashab ketiladi. Unni bor xolos. Hop, 7-imiz har doimgi relaydan chiqadigan kabelga ulanadi, mana. Ozgina ochib ulab qo'yiladi. Hop, 8-imiz har doimgi plyus bo'ladi. Hop, 8-imiz birdan bitta oldinda turadi, mana. Zelentalangan holatdagina yonida, mana turibdi. Mana через zamok ulab qo'yiladi. Hop, ulanish tartibi xuddi shunday bo'ladi. Hop, zamok ochganda через zamok avarinka knopkamiz ishlayveradi. Mabodo avarinka knopkamiz buzilib qolsa ham pavorotligimiz bemalol ishlayveradi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.